Assalomu alaykum. Hafta o'tib sizlar bilan yana Samarqandda ta'lim hafta ichida dasturi orqali uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Ayni daqiqalarda sizlarni o'tayotgan haftada viloyat maktabgacha va maktab ta'lim tizimida ro'y bergan eng muhim voqealardan xabardor qilamiz. Tanishing, bugungi dasturimizda quyidagi lavhalar o'rin olgan. O'tayotgan haftada maktabgacha va maktab ta'lim vaziri Samarqand viloyatidagi tizim xodimlari bilan uchrashdi. Samarqandda prezident sovrini uchun xorijiy tilni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Iqtidor maktab ansambli tanlovining viloyat bosqichi g'oliblari aniqlandi. Shaxmat festivali viloyat bosqichi g'oliblari taqdirlandi. O'tayotgan haftada maktabgacha va maktab ta'lim vaziri Hilola Umarova Samarqand viloyat pedagogik mahorat markazida bo'lib, viloyatdagi tizim xodimlari bilan uchrashdi. Hozir shu haqda. Maktabgacha va maktab ta'lim vaziri Hilola Umarova Samarqand viloyatidagi tuman shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi boshliqlari bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida keyingi yillarda sohaga doir e'lon qilingan hujjatlar mazmun mohiyati haqida so'z yuritilib, tizim xodimlarining oylik maoshlariga qo'shimcha ustamalar joriy etilishi, ularning ish samaradorligiga ijobiy ta'sir qilishi qayd etildi. Tadbirda boshqarma va tuman shahar bo'limlari vakant lavozimlariga tayinlangan xodimlar tanishtirildi. Shuningdek, vazir Samarqand viloyatidagi pedagogik mahorat markazi faoliyati bilan yaqindan tanishdi hamda bu yerda malaka oshirayotgan pedagoglar bilan uchrashdi. Muloqot doirasida ta'lim sifatini oshirish hamda o'quvchilarning bilim va dunyoqarashlarini yanada boyitish bo'yicha ustozlar tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalarga quloq tutdi. Vazir mazkur maskanda yaratilgan sharoitlar bilan tanishish davomida markazda yo'lga qo'yilgan video studiya faoliyatini yuqori baholadi. Kimyo guruhi tinglovchilari bilan o'tkazilayotgan dars jarayonlarini kuzatib, pedagoglarga o'z tavsiya va ko'rsatmalarini berdi. Shuningdek, markazda yaqinda tashkil etilgan ochiq kutubxonani ko'zdan kechirib, kutubxonaga turli adabiyotlardan iborat kitoblar to'plamini sovg'a qildi. O'tayotgan haftada Samarqandda prezident sovrini uchun xorijiy tilni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Samarqand shahridagi 9-umumta'lim maktabida tashkil etilgan mazkur tanlovda bellashuvning tuman shahar bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan 16 ta jamoa o'zaro bellashishdi. Yurtboshimiz tashabbusi bilan xorijiy tillarni o'qitish sohasidagi ilg'or tajribalarni ommalashtirish, pedagoglarning mehnati va tajribasini munosib baholash hamda o'quvchilarni xalqaro talablar darajasidagi bilimlar bilan ta'minlash maqsadida prezident sovrini uchun xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi tashkil etilgan. Mazkur tanlovning Samarqand viloyati bosqichida tuman shahar bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan 16 ta umumta'lim maktabi jamoasi ishtirok etishdi. Ishtirokchi jamoalar o'z maktablarida xorijiy tillar o'qitish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni, ilg'or pedagogik metodikalarni, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish holatini namoyish etishdi. Eslatib o'tamiz, viloyat bosqichida umumiy natijalarga ko'ra eng yuqori ball to'plagan maktab keyingi bosqich, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Bundan tashqari, 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rinlarni egallagan maktablar sovrindor deb topilib, mos ravishda 150 million 200 million va 250 million so'm miqdorida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sovrini bilan mukofotlanadilar. O'tayotgan haftada Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tomonidan ilk marotaba o'tkazilayotgan Iqtidor maktab ansambli tanlovining Samarqand viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tomonidan ta'lim muassasalaridagi iqtidorli o'quvchilarning faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida ilk marotaba tashkil etilgan Iqtidor maktab ansambli tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlovning viloyat bosqichida tuman shahar bosqichlarida g'olib bo'lgan 16 ta jamoalar o'zaro bellashishdi. Bellashuv natijalariga ko'ra, 1-o'rinni Kattaqo'rg'on shahridagi 11-umumta'lim maktabining Navbahor ansambli, 2-o'rinni Paxtachi tumani 37-umumta'lim maktabining Dutorchi qizlar ansambli, 3-o'rinni Pazdarxon tumani 80-umumta'lim maktabi Dutorchi qizlar ansambli jamoalari qo'lga kiritishdi. G'oliblar viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasining faxriy yorlig'i hamda qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandi. O'tayotgan haftada maktabgacha ta'lim tashkilotlarining 5-7 yoshli tarbiyalanuvchilari o'rtasida o'tkazilayotgan shaxmat festivali g'oliblari taqdirlandi. Hozir shu haqda.
Viloyat Barkamol avlod bolalar maktabida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining 5-7 yoshgacha bo'lgan tarbiyalanuvchilari o'rtasida shaxmat festivali musobaqasining viloyat bosqichi o'tkazildi. Tadbirda tuman shahar bosqichlarida g'oliblikda qo'lga kiritgan 30 nafar tarbiyalanuvchilar ishtirok etishdi. Tanlov natijalariga ko'ra, o'g'il bolalar o'rtasida birinchi o'rinni Samarqand shahridagi 106 davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi Ibrohim Farhodov, qiz bolalar o'rtasida birinchi o'rinni Kattaqo'rg'on shahridagi 19 davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi Sabina Tolibjonovalar egallashdi. G'oliblarni taqdirlash marosimida viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov so'zga chiqib, sizlarning orangizdan mashhur shaxmatchilar Rustam Qosimjonov va Afruza Hamdamovalardek chempionlar yetishib chiqsin deya tilak bildirdi va boshqarmaning faxriy yorlig'i hamda qimmatbaho sovg'alarni topshirdi. Ta'kidlash joizki, festivalning bog'cha va tuman shahar bosqichlarida 2,5 ming nafardan ortiq tarbiyalanuvchilar ishtirok etishdi. Maktabgacha va maktab ta'lim muassasalarini malakali kadrlar bilan ta'minlash ustuvor masalalardan biri. O'tayotgan haftada Samarqand davlat chet tillar instituti hamda O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutida karyera kuni hamda mehnat yarmarkalari tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Samarqand shahridagi O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutida yosh mutaxassislarni ish bilan ta'minlash, ta'lim muassasalari va bitiruvchilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqotni yo'lga qo'yish maqsadida mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Tadbirda Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari Husan To'xtayev, viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov hamda oliygoh rahbariyati va bitiruvchi talabalar ishtirok etishdi. Yarmarkada viloyatdagi umumta'lim maktablari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va boshqa ta'lim muassasalari uchun pedagog kadrlarga bo'lgan talab va takliflar yuzasidan ma'lumotlar taqdim etildi. Institut bitiruvchilari o'z ixtisosliklariga muvofiq tashkilotlar bilan bevosita muloqotda bo'lib, ishga joylashish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Tadbir doirasida mehnat bozoridagi ehtiyojlar, kadrlar tayyorlashdagi ustuvor vazifalar hamda yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash masalalari yuzasidan fikr almashildi. Shuningdek, ishtirokchilarga ish beruvchi tashkilotlar va muassasalar tomonidan bo'sh ish o'rinlari, talab etiladigan malaka va sharoitlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Tadbir davomida O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti Samarqand viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan umumta'lim maktablarining 2024-2025 o'quv yilidagi bitiruvchi sinf o'quvchilari uchun fizika, kimyo va biologiya fanlaridan olimpiada sinovlarini o'tkazdi. Olimpiadada g'olib deb topilgan eng iqtidorli o'quvchilar mazkur institutga imtiyozli ravishda davlat granti asosida o'qishga qabul qilinishi rejalashtirilgan. Samarqand davlat chet tillar institutida o'tkazilgan karyera kuni mehnat yarmarkasida viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish bo'limi 200 dan ortiq bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etdi. Biz azaldan buyon Samarqand davlat chet tillar instituti bilan hamkorlikda ishlaymiz. Ko'p yillardan buyon birgalikda bitimlarimiz, memorandum imzolaganmiz. Shunga ko'ra, bu yerda bitirgan bitiruvchilarni, talabalarni maktablarga bo'sh vakant ish o'rni mavjud maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ishga joylashtirish chorasini ko'ryapmiz. Hozir xursand bo'lgan tomonimiz o'sha maktablar, qaysi maktablarda vakant ish o'rinlari bo'lsa, o'sha maktab direktorlari yoki maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari o'zlari tashrif buyurgan, o'sha malaka talabiga mos keladigan, sertifikatlarga ega bo'lgan xodimlarni hozir tanlab, shu yerda o'zida mehnat shartnomalarini imzolab, hozir shu yerda o'zida bitimlarni kelishib, rasmiylashtirish davom etyapti. Yarmarkaning ochilish marosimida viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov so'zga chiqib, keyingi yillarda mamlakatimizda ta'lim sohasidagi islohotlar haqida gapirib, maktablarga xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha yangi metodlar olib kiradigan yosh, salohiyatli va vatanparvar kadrlar kerakligini bildirdi. Shuningdek, ishga kirishni rasmiylashtirish tartibi va boshqa masalalar bo'yicha fikr-mulohazalar bildirdi. Tadbir davomida 100 nafardan ortiq bitiruvchilar bilan mehnat shartnomalari rasmiylashtirildi. Xabaringiz bor, joriy yilning 19-mart sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha va maktab ta'lim sohasi boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 51-sonli farmoni qabul qilingan edi. Ayni paytda joylarda mazkur farmonning mazmun mohiyatiga bag'ishlangan uchrashuvlar tashkil etilmoqda. O'tayotgan haftada viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Pazdarg'om tumanidagi ta'lim muassasalari rahbarlari bilan o'tkazilgan uchrashuvda mazkur farmonning mazmun mohiyatiga alohida to'xtaldi.
Viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov Pazdarg'om tumani hokimi Sherzod Rahmonov bilan Pazdarg'om tumanidagi ta'lim muassasalari rahbarlari bilan uchrashdi. Uchrashuvda ta'lim tizimidagi amalga oshirilayotgan islohotlar haqida gapirar ekan, Pazdarg'omda bajarilgan ishlar va erishilgan yutuqlarni alohida e'tirof etdi. Ayniqsa tuman hokimi tashabbusi bilan tashkil etilgan Vijdon guruhi faoliyatini ijobiy baholadi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martida qabul qilingan 51-sonli farmonining mazmun mohiyati haqida so'z yuritib, ushbu me'yoriy hujjat asosida tizim xodimlarining ish faoliyatiga mos ravishda oylik maoshlariga qo'shimcha ustamalar joriy etilishi soha xodimlarining ish samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini qayd etdi. Ushbu islohotlarga javoban endilikda barcha birdek bel bog'lab mehnat qilishlari lozimligini ta'kidladi. Yig'ilishda tashkiliy masala ko'rildi. Uchrashuvda boshqarma boshlig'i Maktabgacha va maktab ta'lim vazirining buyrug'ini o'qib eshittirdi. Mazkur buyruqqa ko'ra Sapar va Nodira Xoliqulovna Pazdarg'om tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Tadbirda so'zga chiqqanlar yangi tayinlangan xodimni tabriklab, kelgusi ishlariga omadlar tiladi. O'tayotgan haftada yilning eng yaxshi tarbiyachisi 2025 tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Unda Samarqand shahridagi 122-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Hidiyoyeva Zebo eng fidokor tarbiyachi nominatsiyasi bo'yicha 2-o'rinni, xuddi shuningdek Ishtixon tumanidagi 5-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Yalgasheva Gulnoza yilning eng yaxshi eko targ'ibotchi tarbiyachisi nominatsiyasi bo'yicha 2-o'rinni egallashdi. Tarbiyachilarimizni ushbu g'alaba bilan tabriklaymiz va kelgusi ishlarida omadlar tilaymiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz sharhi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.